Guruch, quritilgan baliq va makaron sotishdan boshlangan oddiygina biznes hozirda dunyo aholisini ikkiga bo'linishiga olib kelgan. Bugun Koreya qishlog'idagi oddiy yog'och do'kondan boshlangan kichik biznes qanday qilib Apple'ning raqobatchisiga aylanishi haqidagi haqiqiy hikoyani eshitasiz. E'tiboringizda biznes fenomen loyihasi va Samsungning yaratilishi hamda rivojlanishi haqidagi siz bilmagan sirli haqiqatlar. Uzum yoki Yandexda savdo qos, lekin qaysi tovar foyda olib kelayotganini aniq bilmaysizmi? Qaysi tovar yaxshi sotilyapti? Qaysi tovarning rangi yaxshi ketyapti va xaridorlar qaysi so'zlar bilan bu tovar kartochkasini qidirishyapti? Bunga yechim bor. Kalkulyatorimiz platformaga aylandi. Yangi dizayn, yangi nom. Kosmos marketplace tadbirkorlari uchun foyda olishda yordam beruvchi platforma. Instrumentlar bo'limiga o'ting, mahsulot analitikasini tanlang, uzumda sotmoqchi bo'lgan tovar kartochkasini kiriting. Natijada siz bilib olasiz, bu tovar necha dona sotilayotganini. Shunga qarab o'z byudjetingizni taqsimlaysiz. Qaysi rangda yaxshi ketayotganini va qaysi rangda bu tovar yaxshi ketmayotganini bilib olasiz. Shunga qarab yaxshi ketmayotgan rangni olib kirmaysiz. Xaridorlar qaysi so'zlar bilan bu tovar kartochkasini qidirishayotganini bilib olasiz. Shunga qarab o'z kartochkangizni to'ldirasiz. Shu so'zlar bilan tovar kartochkasini yarating, reklama yoqing va kam xarajat bilan ko'proq daromad oling. Marketplace'da savdo tahlilga bog'liq. Tahlilni Kosmosdan boshlang. Yangi boshlayotganlar uchun ham bu platforma juda foydali. Hoziroq pastdagi havola orqali Kosmosdan ro'yxatdan o'ting va albatta YouTube'dagi videoni ko'rish uchun qaytib keling. Diqqat qiling, biznes fenomen Samsung biz boshladik. Bugun har 10 ta odamning 5 tasi qo'lida ko'tarib yuradigan Samsung hammasini baliq va guruch savdosidan boshlagan. Keyin esa yer yuzining eng yirik texnologik korporatsiyalardan biriga aylandi. Ammo Apple'ning asosiy raqibi bo'lishi uchun provinsial Koreya qishlog'idagi oddiy yog'och do'kondan boshlangan kichik biznesga 80 yil kerak bo'ldi. Samsung uchun bu har qadami halokatga olib kelishi mumkin bo'lgan o'ta murakkab yo'l edi. Samsung tarixining erta davrida va uning asoschisi Lee Byung-chulning biografiyasida kompaniya hozirgi kunda eslashni yoqtirmaydigan sahifalar mavjud. Birinchi rais, ya'ni o'z kompaniyasining rahbarini xodimlar hurmat bilan shunday atashadi. Nisbatan boy oilada tug'ilgan. Lining bolaligi ham ko'pchilik tengdoshlaridan ancha yaxshi sharoitda o'tdi. Uning otasi boy yer egasi bo'lgan. Oilada pul yetarli edi. Nafaqat bir idish go'shtli guruch uchun, balki kichik farzandiga ham yaxshi ta'lim berish uchun. Muammo shundaki, Lee Byung-chul 1910-yilda tug'ilgan. Bu vaqtda esa Koreyani Yaponiya egallagan edi. Mahalliy aholiga o'qish va hatto biznes bilan shug'ullanishga ruxsat berilardi, ammo faqat Yaponiya qoidalariga ko'ra va ikkinchi yoki uchinchi rollarda bo'lsa. Hatto provinsial, lekin elita vakili bo'lgan Lee Byung-chul ham istisno bo'lmagan. 1929-yilda Koreyada maktabni tamomlagandan keyin u Yaponiya universitetiga kirdi. Bu egallangan yurtda nimagadir erishishning yagona yo'li edi. Shu bilan birga otasining pullari Tokio universiteti Wasetada o'qish uchun yetarli edi. Bu universitet imperiyaning siyosiy va biznes kadrlarini tayyorlaydigan joy edi. Kelajakdagi Samsung asoschisi uchun sabr va barqarorlik yetmadi. Bir necha yildan so'ng u universitetni tashlab Koreyaga qaytdi va yoshligini har xil illatlar ichida o'tkazdi. Ularning eng asosiysi qimor o'yinlari edi. Takroran 5 yillik yoshligini va otasining pullarini bu yo'lda sarfladi. Top bir kuni uning hayotida bu voqea sodir bo'lmagunicha. O'z xotirasida Lee Byung-chul bu damni shunday tasvirlaydi. Men odatdagidek domino o'yindan keyin kech qaytdim. Xona oynasi orqali ravshan oy nuri kirib turibdi. Men 26 yoshda edim va 3 nafar bolaning otasi bo'lgandim. Bolalarimni tinch uyquda, oy nuriga botgan holda ko'rganimda, men yovuz tushdan uyg'ongandek bo'ldim. Men vaqtni bekor sarfladim. Endilikda hayotimda maqsad qo'yish vaqti keldi, dedim o'zimga o'zim. Maqsad sifatida guruch savdosi tanlandi. Li otasi merosdan ulushini oldi va shu pulga o'z vatanining Masan shahrida kichik zavod sotib oldi. Samsung asoschisi mahalliy dehqonlardan guruch xarid qilib, uni qayta ishlab, qutilarga solib, Yaponiyaga eksport qilishni boshladi.
2 yildan so'ng u guruchdan ko'ra samarali deb sabzavot va quritilgan baliq savdosiga e'tibor qaratdi. Li biznesini Port shahri Teguga ko'chirdi va u yerda xitoyliklar uchun mo'ljallangan birinchi do'konni ochdi. 1938-yilda ana shu yog'och binoga birinchi yozuv o'rnatildi. Yozuv Samson deb o'qilardi. Uning an'anaviy lotin alifbosidagi ko'rinishi Samsung bo'ldi. Hatto hozir orqaga nazar solganda ham Li bu nomni energiya bilan to'la deb ko'rardi. Samsung nomidagi Sam so'zi katta va kuchli narsaning ko'pligini bildiradi va bu raqam koreyslarga juda ham yoqadi. Sung yulduz, yorqin yonib turishni, balandda bo'lishni, abadiy nur bilan to'liqligini, katta, kuchli va abadiy bo'lishni anglatadi, deb yozgandi yosh tadbirkor o'z kundaligida. Haqiqatda esa Li bu g'oyani o'zining o'qish safarlari davomida kuzatib chiqqanligi, masalan Mitsubishi degan so'zlar ham bor. Bu nomning ma'nosi esa uchta brilliant deb tarjima qilinadi. Qanday bo'lmasin, uchta yulduz 90-yillar boshigacha har bir Samsung logotipini bezatib turardi. 3 yulduz egasi birinchi boyligini vositachilik savdosida topgan. Ammo Yaponiyada ko'rgani uni tinch qo'ymas edi. Ularning zaybatsulari mamlakat iqtisodiyotini nazorat qiluvchi ulkan moliyaviy sanoat birlashmalari Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo gazetalar, zavodlar, paraxodlar va o'z banklariga ega bo'lgan. Shu bilan birga bir oila doirasida keng tarqalgan biznes ustida hokimiyatni ushlab turgan. Li Byong-chol ham o'z Samsungni Zaibatsuga aylantirmoqchi edi, ammo avvalgi bosqichda inqirozni yengib o'tish kerak edi. Samsung tarkibiga o'zining sug'urta kompaniyasi, banki, universami, gazetasi va hatto universiteti paydo bo'ldi. U Zaibatsuga aylandi va hamma narsadan daromad oladi. Ichki kiyim va tish pastasini ishlab chiqarishdan to kema qurilishigacha. Koreyada bunday birlashmalar Chebel deb ataladi, ya'ni boylar qavmi. Samsung, Daewoo, Hyundai va hozirgi LG bularning barchasi birinchi Chebellardir. Har biri bir oila tomonidan nazorat qilingan va hukumat bilan yaqin aloqada bo'lgan. Li Byong-chol oilasi eng boy sanalgan va shuning uchun mamlakatda hukumat o'zgarganda oldingi safda turgan. Assalomu alaykum. Mening ismim Farhod Ro'zmatov. Ushbu kanalda aynan soliq, biznes, marketplace va savdo bo'yicha o'z tajribamdan bo'lishib boraman. Albatta like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yillar o'tib Samsung kema qurish, neft kimya, qurilish va o'g'itlar ishlab chiqarish bilan shug'ullana boshladi. Bu sohalarga mamlakat rahbariyati alohida e'tibor qaratgan va Janubiy Koreya sekin-asta yetakchi o'ringa ega bo'la boshladi. Shu paytda Chebel mehmonxona va reklama bozorlariga ham kirdi. Li Byong-chol biznesni bo'limlarga ajratadi va ularning rahbarlari katta mustaqillik va avtonomiyaga ega bo'ladi. Bu kabi korxonalarning aksiyalarini erkin bozorda sotishga imkon berib, shu bilan birga oxirgi nazoratni o'ziga saqlab qolishni ta'minlaydi. 1969-yilda Samsung strukturasi ichida Samsung Electric Industries bo'limi paydo bo'ldi va bu Samsung Electronics'ning to'g'ridan-to'g'ri oldingi bosqichi hisoblanadi. Kompaniya maishiy texnika sohasida yangi faoliyatni rivojlantirishni boshladi. 1974-yilda Samsung bankrotlikka yaqin turgan Koreya Semiconductor zavodini sotib oldi va poloprovodniklar ishlab chiqarish bilan shug'ullanishni boshladi. Bu juda ham xavfli qaror edi va butun top menejment uni qilmaslikka urinadi. Mikrosxemalar to'plamlarini ishlab chiqarish katta investitsiyalarni talab qilardi. Ularning qaytarilishi esa noma'lum edi va bozorning yetakchi o'yinchilari bilan bo'shliqni yopish zarur edi. Boshida skeptiklar to'g'ri gapirgan degan fikr paydo bo'ldi. Samsung poloprovodniklarni beqiyos mablag' sarflab, boshqa bizneslardan olib kelgan mablag'larning rivojlanishiga zarar yetkazardi. Texnologiyalar qiyin topilardi. Yetakchi ishlab chiqaruvchilar yangi raqobatchini paydo bo'lishini istamasdi. Hatto ortda qolgan kompaniyalar ham koreys mehmonlarni faqat ekskursiyalarga olib chiqarib, biron narsaga qo'l tekkizishiga yo'l qo'ymasdi. Mehmonxonaga qaytgach, Samsung muhandislari ko'rganlarini esdan chiqarmay qayta yaratardi. Shu bilan birga Samsungga birinchi marta mehmon sifatida Steve Jobs keladi. U xotira kartalari va displeylar yetkazib beruvchi qidirayotgan edi. Yosh va mentalitetga qaramasdan Jobs va Li Byong-chol ajoyib munosabat qurishdi.
balki bu Apple va Samsung o'rtasida strategik alyansni boshlanishi bo'lar edi. Ammo bir necha yildan so'ng Jobs ishdan bo'shatiladi. Keyin esa Samsungning birinchi raisi vafot etdi. 1987-yili Li Byung-chul saraton kasalligidan vafot etdi. Asoschi vafotidan so'ng meros bo'lib olindi. Katta o'g'liga oziq-ovqat konserni topshirildi. U keyinchalik CG Group ko'rinishida ko'ngilochar sanoat gigantiga aylandi. O'rtacha o'g'il media biznes Chungam bilan shug'ullanadi. Katta qizi kimyo va sellyuloza qog'ozi aktivlari bilan shug'ullanadi. Kichik qizi Shinsi universitetlar tarmog'ini meros qildi. Har bir kompaniya hozirgi kunda Janubiy Koreyada mustaqil chebel deb qaraladi. Ammo eng shirin burchi Lee Gong-heega tushdi. U Samsung Group boshqaruviga keldi. Bu yerda barcha elektronika, kemasozlik va qurilish qoldi. Va Lee ikkinchi kompaniya tarixi bo'yicha rahbar sifatida ham otasi kabi ahamiyatli bo'ldi. 2000-yillar boshida kompaniya telefonlari Matrica filmlari davomida paydo bo'ldi va ularni butun dunyo ko'rdi. Jamiyat ongida Samsung katta kompaniyadan global korporatsiyaga aylanib bordi. Samsung lavozimlarga ekspatlar bir davlat fuqaroligiga ega, lekin boshqa davlatda mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan kishilarni taklif qila boshladi. 2007-yilda Samsung Steve Jobsga uning inqilobiy iPhone smartfonini chiqarishda yordam berdi. Koreys muhandislari qisqa muddatda smartfon uchun zarur polprovodnik chiplarni ishlab chiqarish va tayyorlashga muvaffaq bo'ldilar. Lekin Seuldagi kompaniya boshqalardan tezroq tushundiki, Apple'ning yangi mahsuloti ular uchun muammo tug'dirishi mumkin. Shundan so'ng ular qanday qilib bu kabi analogdan pul ishlash mumkinligini o'ylab qolishadi. 2010-yilga kelib Samsungning ilmiy tadqiqot markazi Galaxy S ni ishlab chiqdi. Uni darhol iPhone'ni qotili deb atashdi. Bu ancha shovqinli ta'rif edi. Albatta Galaxy S iPhone'ni hech qachon o'ldirmadi, lekin u Android smartfonlarining barchasi orasida flagmanga aylandi. Steve Jobs g'azabga tushdi. U koreyslarni uning ixtirosini shunchaki ko'chirib olganiga ishongan edi. Samsung ham plagiatni qattiq rad qildi va telefonlarni allaqachon uzoq vaqtdan beri ishlab chiqarib kelayotganini da'vo qildi. 2011-yilda Apple Samsungga qarshi sud da'vosi ko'rsatdi va patent qoidalarini buzganlikda aybladi. Da'vo summasi $2,5 milliard. Samsung esa qarshi da'volar bilan javob berdi. Shunday qilib, yaqin tarixdagi eng uzoq va qimmat bahslardan biri boshlandi. Bu jarayon advokatlarga katta boyliklar olib keldi. Shu vaqt ichida har bir yangi iPhone'ga yangi Galaxy S modeli ham chiqarildi. Ikkinchi model birinchisiga qaraganda ancha yaxshi sotildi. Uchinchisi esa ikkinchisidan bir necha marta yaxshi bo'ldi. Dunyoning turli burchaklarida odamlarning qo'llarida millionlab yangi Samsung smartfonlari tushdi va kompaniya hisoblariga $10 milliard oqib kela boshladi. 2017-yilda Samsung Galaxy S7 ning muvaffaqiyati tufayli rekord daromadlar to'g'risida xabar berdi. Bu vaziyat Samsung 80 yil mavjudligi davomida o'z-o'zini ta'minlay oladigan kompaniyaga aylanganligini ko'rsatdi. Uning egasi hali ham Li oilasi hisoblanadi. Formal jihatdan ularning aksiyalari ulushi katta emas, lekin nazorat hali ham ularda. 10 yillar davomida chebelning ishlash mexanizmi namoyon bo'ldi. Ya'ni u yaxshi tashkil etilgan, salbiy voqealar esa deyarli ta'sir qilmaydi. O'nlab yillar oldin uzoq muddatli istiqbol uchun qilingan investitsiyalar o'zini oqladi. Agar polprovodniklar pasayib ketsa, smartfonlar yordamga keladi. Smartfon savdosi tushsa, displeylar qutqaradi. Keyin yana polprovodniklar navbati keladi. Umuman olganda esa korrupsiya, mansabdorlarni poraga tortish, shubhali kelishuvlar va boshqa investorlarning fikrini inobatga olmaslik kabi skandallar Samsungning oddiy xaridorlari uchun mutlaqo ahamiyatga ega emas. Asosiy narsa mahsulot sifati va brendga bo'lgan ishonch saqlanishi. Shu o'rinda muhim bir savol. Siz uchun iPhone yoki Samsung? Izohda variantingizni va uni sababini yozib qoldiring. Siz bilan Biznes Fenomen loyihasi va Farhod Ruzmatov bo'ldi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr.